إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Hurmatli o'rgangich qarindoshlar, darsimizni oxirida davomlashtiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hozirgi darsimizda o'tiladigan nuqta tashdidlik nun va tashdidlik mimning hukmi, ya'ni qoidalar. Tashdidlik nun va tashdidlik mimning hukmi. Tashdidlik nun deganimiz mana shu misol qaraydigan bo'lsak, mana shu belgi qo'yilgan, ya'ni shaddi belgisi deymiz, tashdid. Mushu belgi kelgan nun. Tashdidlik mimmi mana. Nun bilan mim ikkisi tashdidlik kelgan chaqda qanday talaffuz qilamiz? Ya'ni qanday o'qisak to'g'ri bo'ladi? degan qoidani o'rganamiz. Tashdidlik nun va tashdidlik mim kelib qolsa, buning hukmi, ya'ni bu yerdagi qoida g'unna, ya'ni g'unna qilish. Qur'oni Karim tilovat qilgan chaqimizda qanday yerda tashdidlik nun va tashdidlik mim kelib qolsa, biz bu yerda g'unna qilamiz. Unda bo'lsa g'unna degan nima desanglar, g'unna deganimiz dimoqdan, ya'ni qon shardan chiqadigan ayati yiqimliq, mungluq bir ovoz. Mungluq bir ovoz. Buning miqdori 2 harakat bo'ladi. 2 harakat miqdorida chiqaramiz. Masalan, men misol qaraydigan bo'lsak, tashdidlik nun keldi, bu yerda qanday qilamiz? G'unna chiqaramiz. Inna inna deb lam yutab ketsak, bu yerda xato bo'ladi. Mishadiki haqqi to'liq ado bo'lmay qoladi. Shunga inna deb mush g'unnani kamil chiqarib bo'lgandan keyin undan keyin oxirga o'tamiz. Ya'ni bir misol, mimning misoli, mim tashdidlik keldi. Bu yerda ham deymiz mimma xuliqo deb mushuni talaffuz qilamiz. Minal jinnati amma mana mushunchalik miqdorida bo'ladi. Demak, 2 harakat miqdorida deb belgilaymiz. Demak, bu bugungi bu darsimizdagi muhim nuqta tashdidlik nun va tashdidlik mimningki qoidasi. Ya'ni tashdidlik nun va tashdidlik mim qanday edi uchrab qolsa, buni biz bu yerda biz g'unna qilamiz. Inna thumma mimma minal jinnati amma. Uning miqdori 2 harakat miqdorida bo'ladi. Bu darsimizdagi muhim nuqta mana bilan oxirlashdi. Kelar soatlik darsimizda ko'rishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.